O'zimizni o'zbekcha qatlamadan hech pirog tayyorlab ko'rganmisizlar? Ustalari qavat va kumur chiqargan. Ichiga bo'lsa, xohlagan nachinkalarni qilishingiz mumkin. Men bu safar ismaloq va qo'ziqorinli nachinkani tanladim. Hamma kerakli mahsulotlarni bir tekis to'g'rab olib, qizigan skоворodkaga gixi yog'idan solib, hammasini birin-ketin solib, yengilgina qovurdim. Aslida o'zi qovurmasdan qilsanglar ham bo'ladi, lekin qovursanglar yana ham sochni bo'ladi. Keyin esa tayyor qatlama xamirini olib, orasiga nachinka soldim va bittasiga tulum siridan ham sefardim. Ustiga qatlamani ikkinchisini yopib, sut surdim va ustidan sedani sepib 250 darajaga duxovkaga jo'natdim. Ramazon oldi uyimizda uborka boshlaganmiz. Pardalarimni rangi yaxshilab ochilsin deb baviy kislorodni очистительga ivitib qo'ydim. Ivigunigacha oynalarimni ham artib oldim. Ivigan pardalarimni kir moshinaga tiqib yubordim va u mana shunaqa oppoq svejiy bo'lib. Ko'pchilik mendan baviyda parda yuvsa bo'ladimi deyishardi. Endi qo'rqmasdan aytaman, bemalol yuvsanglar bo'ladi. Qatlamali pirogga kelgan bo'lsak, mazasi og'zimda qoldi.